Manda o'xshagan garas-guruz, achchiq-chichik shaqorishni o'rganib olsangiz, uydagilaringiz talishib turib yeb ketadi. Jiqaroq aytinglarjimi, bu o'zinglarga yetmaydigan gap. Avval o'zimizning ehtiyojiga qarata muvofiq miqdorda sha tayyorlab olamiz. Buning beshini evatgandan keyin qaychi bilan kesib, ichidagi bir qat uchini pak-pak elib etamiz. Uningdan keyin pak yuvagandan keyin bir qo'shiq qunoq kraxmal silib, tashkillashtirib olamiz. Bunun ketarlik materiallar tuvandagidek. Samsaq, so'ng piyoz, sho'milarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsikimizning 60 xil darsini 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyasi nomer shu. Yangi videoda ko'rsatgan bo'yicha qalamchi to'g'rib olgandan keyin suvda bir pak chaq etamiz. Undan keyin qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, may 80% qizgandan keyin shani silib, sarg'aytib elib Diqqat qildigan shani qozonga solgandan keyin lam ilashtirmaymiz. 1 minut turg'izib atgandan keyin shaning ustidagi diafin biraqur qetishib olgandan keyin uningdagi ilashtiramiz. Uningdagi yangi bilan niloparni silib, sarg'aytib elib olamiz. Uningdan keyin qozonga qayta boshladim may qo'yib, videoda ko'rsatgan bo'yicha sinjang, samsaq, so'ng piyozlarni silib, biraqur qo'rib purq chiqqandan keyin cho'ng ustamning raq qo'rimiz tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Mushu tamoq qasam rangini ta'min keltirmayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab baqsanglar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor, hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotdi. Har qanday tetitqilardan ilib eg'izni assingizlar oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. Ang oxirida changsay bilan so'ng piyozni silib bir ishga qo'rayotgandan keyin bak oz tuz silinglar, jiq tuz solmanglar. Uningdan keyin uyimizda bor qarmushlardan muvofiq miqdorda sepib etamiz. Vay, pek o'xshab ketdi jimo, lekin deb maqtab bo'g'chilam yo'q.